Klon. U keldi. Zirayda xola u ham meni sevadi. Xuddi ilgarigidek. Singlimni topaman deb o'ylagandim. Qarasamki u dushmanim bo'lib chiqdi. Bunchalar sho'rpeshona bo'lmasam-a? Eveti. Doktor Albieri o'g'limni cho'qintirgan otasi. Unga nimadir soya solishni istamasa kerak. Diego ikkovimizga bitta odobdek qarashardi. Bizni qanday chaqirishgan esingdami? Lucas Diego, ovqatdan chiqinglar. Aftidan sizni kimgadir sovg'a qilish uchun o'rab qo'yishganga o'xshaydi. Siz rostdan ham sovg'asiz. Nazira opam seni eshitgan gaplarni aytmoqchi emas. Sen ham u eshitgan gaplarni aytmoqchi emasding. Seni ko'nglingga tegdim. Sen esa o'zingni yaxshi ko'rasan. Meni xuddi qo'ydek qurbon qilishadi endi. Jadi hayotimni buzdi. Insonni hech kim taqdiridan ayira olmaydi. Dunyoda hech narsa shunchaki yuz bermaydi. Men seni tashlab ketmayman. U esa tashlab ketdi. Men seni xafa qilmayman. U esa xafa qildi. Eveti o'zi tan oldi. U menga daxldor narsani tan olmaydi. Bilaguzuklarni sotib olganimda, ular bir-biridan 1 gram ham farq qilmasligiga ishonch hosil qilganman. 1 gram ham. Bu xotin bo'lsa doim o'zini kamsitilgan hisoblayveradi.